Agar shu hafta urushni to'xtatish bo'yicha hech qanday siljish bo'lmasa, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytiradi. Germaniya kansleri. Agar Putin shu hafta o't ochishni to'xtatish va muzokaralarni boshlashga rozilik bermasa, sanksiyalarni sezilarli darajada kuchaytirish ustida Yevropa ittifoqi darajasida birgalikda ishlaymiz, dedi Germaniya kansleri Gretsiya bosh vaziri bilan matbuot anjumanida. Kanslerning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar energetika hamda moliya sohalarini qamrab oladi. Isroil yaqin kunlarda G'azodagi harbiy operatsiyani bor kuchi bilan yakunlashga kirishadi. Bu esa Hamasni tor-mor etilishini anglatadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Rossiyaning bir qator hududlarida o'rmon yong'inlari kuzatilmoqda. Buryatiya o'rmoni yong'inlari tufayli favqulodda holat rejimi joriy qilingan. Hozirda respublikada 53 ming gektardan ortiq maydonda 22 ta faol alanga o'chog'i qayd etilgan, deya ma'lum qildi mintaqa hukumati. Bundan tashqari, Amur viloyatining kichik shahrida o'rmon yong'inlari turar joylarga yaqinlashdi, deya xabar bermoqda ommaviy axborot vositalari.